20 yıldan beri haligacha to'y tomoshalarda o'z o'rnini yo'q etmagan lo'li kabob pishiramiz. Video boshlanishini oldin yaqinda to'y atamanda bilgan danışchalarga berib qo'ying, balkim to'yinda lo'li kabob pishirtirar. Lo'li kabobning go'shtini birinchi bo'lib misorobkadan chiqarib olib, bir marta dongdirib olamizdan, keyin yana bir marta misorobkadan chiqaramiz. Ikkinchi marta misorobkadan chiqqan go'shtimizda bir dana tuxum salamimizdan yaxshilab mishlaymiz. Ijjanimizni 50 grammdan o'lchab olamiz. Keyingi etaduvchimiz ijjanimizni videoda ko'rsatilgan shaklda unlab, qo'rmaga tayyorlab olamiz. Ijjanlarimiz soldatdan taq bo'lgandan keyin yog'da cho'mirib qo'rib olamiz. Qovrilish jarayonida ijjanni ko'p aralashtirmang, ditil ketishi mumkin. Ijjanlarimizni qizartirib qo'rib olganimizdan keyin damini bosish uchun sousini tayyorlab olamiz. Bu uchun bizlara yarım qoshiq tomat, 1 qoshiq qaymoq, ozroq suv solib suyultiramizdan qovurilgan kotletimizni ustidan solib yarım soat mobaynida dimlaymiz. Yarım soat ichida lo'li kabob bilan zo'r kelishadi, kartoshka pyure tayyorlaymiz. Pyurening tayyorlanishini tushuntirib o'tiribman, nechun desa pyurening tayyorlanishini katta ko'pchilik biladi. Sizlar uchun tayyorlangan videom yoqib turgan bo'lsa, kommentariya yozib qo'yib, like-larni qizartirib ketsangizlar xursand bo'lar edim. Pyuremiz tayyor bo'lgandan keyin tovoq chetidan qo'shirib solgandan keyin asosiy ovqat bo'lgan lo'li kabobimizni solamiz. Ovqatning ko'rinishini o'zingiz baho beraverasizlar. Hamma yoqimli ishtaha.